Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun 5-aprel 2025-yil. Navbatdagi laboyimizga mana chiroyli bo'lgan tunuka ashibkani qilib bo'ldik. Bu laboyimizni polni hamma joylari shumizatsiyalar qilingan. Sizlardan konteyner pollar qo'yilgan. Peneplekslar bor. Qolgan shunaqa rezinkalar qo'yilgan. Mana bir yoni tangachalik, bir yoni silliq ichida iplar bor. 1 santimetrli Toshkent rezinkasidan ishlab chiqarilgan. Mana bu joylari mana ichlarida peneplekslar bor, yo'llari qaytgan. İçiga mo'ljallaysan. Bort ichlardan shunday ichkariga qaytarilgan, ochganda qo'lda ilmaydigan holatda qilingan. Kesaman desam. Navoda shu yaxshi. Hop, mendan kessang, ahliya bahlo. Mana bu joyi esa kesib qo'yaver. hop, akkumulyator zashta qiladigan sondiqlar qo'yib qo'yganmiz. Mana sondiqlar ochiq holatda mana ko'raverasizlar. Akkumulyator to'sar, loy chachmas uchun bunaqa tunukalardan qo'yib qo'yganmiz. Ichiga agnishitel aptechka bemalol siqadi. Bu kalitsiz ham ochiladigan varianti. Hozir misol uchun kalitda qulflab qo'yilsa, shu narsa bosilmaydi, mana shu narsa. Hozir shunaqa sondiqlar ham alohida bizda sotilaveradi. Xolagan rangidan bor. Mana bunaqa rezinkasi ham alohida sotiladi. O'sha komplekt tunuka ham alohida qo'shni viloyat, qo'shni tuman, qo'shni shaharlarga bemalol chiqarib yuboramiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani, Bordon qishlog'i. 1 soat 2 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar, yaqinlarga ushbu videoni jo'natib qo'yaverasizlar. Kamchiliklar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyingi ishlardan xudo xolasa chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.